Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men bo'lyapman. Hozir bugungi videomiz 40 ming aktli qurollar bo'ladi. Ya'ni bir zarba bilan Luboy mobni o'ldirib yuborsa ham bo'ladi. Shu uskuna yordamida biz hozir Minecraftni yutishga harakat qilamiz. Ajdar, Vizor va Vardani o'ldirish bizning maqsadimiz. Hop, bu yerga endi yozib qo'yamiz 40 akt deb. Chunki bu 40 ming aktli bo'lgani uchun. Mana bu yerda mening ozgina modlarim bor. Shu modlar orqali men to'liq kompyuter qilib olsam bo'ladi nastroykalarimni. Modim ham ozginada 13 tagina qolibdi xolosda modim. Attang ozginada. Ikkinchisida ham ozginada. Hop, endi bu yerga ikkita tugmani yoqib qo'yamiz va bosamiz. Bosil. Yaxshi. Bu xuddiki kompyuterga o'xshaydi. Ana. Bitta qarsaki yordamida men xullas kirdim. Mana bu yerda esa menda chestlar turibdi. Chestlar yordamida men 40 ming aktli qurollarni qo'limga kirita olaman. Keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz. Ana, kompyuterligi bilinib turibdi. Xuddiki Javaga o'xshatib qo'yganman men buni. Mana nastroykalarim. Endi mana bu tugmaga kiraman. Kirganimda ham baribir ham shu kontrolni tugma bo'ladi. Ana. Men muzikani endi ozgina sozlab olaman hozir. Mana uni mana bunday qilib mana shunday 37 qilaman. Yo, 33 qilaman. Yaxshi, endi buni esa 100 qilayman baribir. O'rtoqlarimning jot ovozi eshitilmaydi-ku. Menimcha bo'ladi. Mana, ko'ryapsizlarmi? Bunda hatto yuzni ham o'zgartirish mumkin. Lekin menda ko'z bor. Buni nima kerak bor? To'g'rimi? Ko'zni bossangiz har xil joyda qiladi-ku. Menga endi ozgina 3-4 ta loy kerak va tepaga chiqib olaman. Bu yerda esa bu qurollar shunchaki X aktli aka, X akt. Bular esa 40 ming aktli. Barcha narsalar 40 mingdan sehrlangan 32 mingdan. Endi tezlashtirilgan kadr yordamida men narsalarni taxlab olaman. Keraksiz qilib, keraksizlarni qilib bularni tashlab yuborib, qolganlarini bu yerga kirgizib, ularni otib yuboramizda, kerakli narsalarni o'zimda olib qolsam ham bo'ladi. Ajoyib. Endi mana buni bu yoqqa qo'yib, buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz va mana bu yerdan bitta lapatcha olib, ozgina yer chopib olsak, ozgina joy ko'pmas. Endi shu yerdan qolgan sandiqlarni ham ochsak, negadir burusida umuman sehr yo'q ekan, shunchaki diamond bor ekan, diamond. Menimcha bularning hammasida netherite bo'lsa kerak. Yo, netherite 5lik ham bo'ladimi bular? 40 ming akt ekan bu ham. Almashtirib olsam ham bo'laveradi. Bu X ekan-ku. Mayli, X ham bo'laveradi bizga. Buni bu yoqqa almashtirib, buni bu yoqqa qo'yib, buni ham bu yoqqa olib, buni bu yoqqa olsak, ajoyib. Endi bu aslahalarni ham birma-bir sinab ko'rsak bo'ladi. Ana, yaxshi, tez siniryapti barcha narsalarni. Tezlashtirilgan kadrda sizlarga bilinmasa ham, lekin menda bilinadi. Endi lava topib olsak bo'ldi. Qo'ydi eksperiment va bir donagina qo'ydan 300 ta qo'yni go'shti tushdi-ku. Endi men hozir shunday go'shtlarni keraklilarni tashlab yuborsam, menimcha buni bu yoqqa olib qo'ysam, menimcha bo'ladi.
Xo'sh, go'shtni yoqib yuboramiz. Ozgina video qotyapti, chunki 40 ming aktni telefon ko'tarish qiyin bo'lyapti. Ha, endi 45 fpsli telefonlarga ham oson emasda. Tovuqni urish qiyin bo'ldimi? Tovuqda o'zi 1 kilo go'sht tushsa, hozir menga 2 stak go'sht tushdi. 128 kilo. Otdan qancha narsa tushadi? Tiyran qarayna ko'pligini. Minecraftda barcha qo'ylarni deb mana mollarni o'ldirib chiqqan buncha go'sht chiqmaydi. Xo'sh, ana zombi kimni sinashini ham bilaman endi. Kelaqa. Ma. Ol. Menga hech qanaqa jon zarar yetkazmayapti. Mana qarayna. Qalqonlar sehrlanganligi bilinib turibdi. Uchalasi ham betmay oldimga kela olmaydi-ya. Mana hamma narsa 32 mingdan sehrlangan. Xo'sh, endi bularni o'yinni tugatsak ham bo'laveradi. Ajoyib, bularda shuncha narsa tushdi-ya. Endi menga Enderman kerak, chunki ana Enderman teleportatsiya qildi. Mayli, zombi uy. Nima? Shuncha ham Enderman tushadimi? Ko'pchilik biladiki, Javada barcha qurollar fulligi, ana creeper. Jonimni olaykan bu ya. Xo'sh, hamma biladiki, Javada barcha full qilingan qurollar 255 dan. Lekin Bedrockda esa 40 ming. Java uchun orzuda. Hozir men qanday qilib lava kodini topganimni sizlarga aytmayman. Bu maxfiy sirim. Keraksiz Endermanlarni yo'qotaman. Menimcha shu ham yetadi. 3 stak yetsa kerak. Endi men tezlashtirilgan kadr yordamida portal qurib, barcha tayoqchalarni topish operatsiyamni boshlayman. Chunki men har narsadan hardga qo'yib olganman. Hardcore emas, hardcore qo'ysa bo'lmas ekan. Hardga qo'yganman. Bunda ham biyomlarni qidirish qiyin bo'ladi. Ya'ni Qizil qal'a, Bastion va boshqa portallardek. Shuning uchun men tezlashgan kadrlarda ko'rsataman sizlarga. Bu videoni olish uchun meni naqd 3 soat vaqtim ketdi. Meni 3 soat vaqtimni qadrlagan holatda like va obunalarni sizdan kutib qolaman. Hozircha esa xayr demayman. Axir men hali qancha ishlar qilishim kerak-ku. Va bu yerni bunday ochsam, kompyuterni his qilyapsizlarmi? Portla. Katta portlamaydi. Zombi o'lmadi, lekin uni men o'ldiraman. Davom qilishlar bilan zombilarni bittada o'ldirmasdan o'rganib qolma. Darrab o'lsa, nima men kuchim shunchalik ko'pmi deb xayolga boraman. Ikkita paqir yasab olsam, birinchisiga lava, birinchisiga suv quysam, qanday bo'larki? Bavlakni blok qilib olsam ham bo'ladi. Ortiqchasini ko'tarib yurishga menda inventar yo'q. Mana buni qaranglar. Chopper daraxtlarni bir zarba bilan yomon qiladi. Yaxshi, birinchi suv olib portal qurish ishlarini ham boshlab yuborishim kerak. Portal qurish ishlarini tezlashtirilgan kadrda qilaman, chunki men bu yerda kirib sirazi portalga kirmayman. Men hali shaxtaga ham tushaman. Avval ham aytganimdek, men videoga olayotganimda gapirmayman, montaj paytida ovoz qo'shaman. Qaranglar buni, tezligini. Xullas, mana men ham portal qurish ishlarini boshlab yubordim. Shaxtani o'zida meni yarim soat vaqtim ketdi. Ya'ni 20 daqiqacha xolos. Uncha ko'p emas.
Sababi men oltin qidirgandim ender marvaridlar uchun, lekin esimga kelib qoldiki, menda ender marvaridlar bor. Shu yerga montaj qilishni o'yladim, lekin menda unaqa montajlar yo'q. Chekkalar nimaga qirqilgan desangiz, bu meni modim. Mod tufayli g'alitib qolgan, o'zi e'tibor bermaysizlar. Endi 30x tezlashgan holatda men bastion, ya'ni xullas har xil narsalarni qidirib topaman. Tezlashgan kadr orqali. Chunki sizlar qidirayotganimni zerikib qolasizlar. Shuning uchun 30x tezlashgan holatda men barchasini qilib narsalarni topib qo'yaman. Ozgina tosh jovlayman va yana portal qurish ishlarini boshlayman. Ozgina hazillashib portalga kiramiz va nimani topamiz degandim, hali ver chiqmaydi. Hali ancha qidirish kerak. Meni 40 daqiqadan ko'p vaqtim nezerda o'tgan. End portalni qidirish paytida ham menda yarim soatdan ko'p vaqt ketgan. Chunki u dunyoni oxirida ekan. Bu yerlarda harakat qilaver, men ender marvaridlarimni tugatib qo'yganman. Va men nihoyat topdim. Ana endi bloklar qo'yib chiqib olamiz. Bitta qarsak bilan chiqib olaman. Qarsak chalishga ulgurmadim-ku. Yaxshi. Endi bizga bitta blaze kerak. Bitta dona xolos. Mana topildi birinchisidan. Nega hech qo'rqa tushmadi? Ikkinchisidan esa yo nima? Ikkita blaze o'ldirsam ham buncha tushmaydi-ku. Endi kerak narsalarni tashlab, bir stak bizga yetib ham ortadi. Chunki maydalansa 2 stak bo'ladi. Hozir blaze'da 2 stak tushgan bo'lsa 4 stak. Menga endi 9 ta kalla kerak, chunki 3 ta vizor bilan urushaman. Bitta kalla bor, 2 ta kalla bor. Hozir men kamon yordamida bularni chachcha qilib o'ldiraman. Endi men tez mana ularni qora skeletlarni kallasidan olib olaman. Bo'ldi. Bizga 9 tagina kalla kerak va ruh qumi kerak. Yana bitta kalla bor. 3 ta. Endi yana 6 ta topish kerak. Menda lootingni full qilingan yordamida barcha skeletlarning kallasini tushirib olaman. Shunaqa astaxalar bilan men jonim bir yarib qolganiga hech hayron qolasizlarmi? Mana shu yerda go'sht yeb turganimni bilaman. Meni yondan qora skelet chopib ketdi. Ammo men chopishga ulgurmadi. O'zim chopaman deb o'ylagandim, nastroykaga kirdim va bu yerdan yarim soat nastroykalar qildim. Hech qanaqa nastroyka topa olmasdan va men chiqqanimni bilaman. Men jonim to'lgan ekan. Tashqari tepaga chiqsam esa yana bitta qora skeleton turgan ekan. Yana ozgina qora skeletlar kerak. Atiga 3 ta dona. Uzoqdan mana uni yoygan edim. Yetib bormadi. Sakrab turib urgan edim, u ham bormadi. Mana uni otayaraman deb otsam burus tegdi. Bir o'q bilan 2 tagina quyonni urdim. Bu yerda ham tayoqchalar ko'p, menga yana ozgina qora skeletlar kerak va mana bular ham bor. Birinchi qora skelet, menimcha shuni ham olsam yetib ortadi. Xo'sh, menda qancha qora skelet bo'ldi? Menimcha menda 9 ta bo'ldi. Ana endi ketsam ham bo'ladi. Bu yerda necha yil umrimni yedim-a. Qasrning o'zida 10 daqiqa vaqtim ketdi. Sizlar uchun bu 3 soniyadek, men uchun esa butun umrdek. Portalga kiramiz, mana bu soat. Men 3 bo'lmasdan turib videoga olishni boshlaganman. Ana paydo bo'lgan spawnimizning omadliligini qarang. Endi u yoqqa faqat ender marvarid otib bora olamiz. Kadrni tezlashtirishni xohlayapsizlar-a? Bo'ldi gap yo'q. Tezlashtirishni xohlaysizlar? Albatta xohlaysizlar.
Hozir ozginadan keyin men kadrni tezlashtiraman. Mana oldin Ender ko'zlar yasab olsam bo'ldi. Buni mana bu yerga qo'yib aytmoqchi. Bizda Ender marvaridlar yo'q-ku. O'shancha olov tashlamaslik kerak edi. Hozir buni otib qayoqqa tushayotganini bilib olamiz. Va qayoqqa uchadi? Va mana shu tomonga uchdi. Kadrni endi tezlashtiramiz. 50 megapiksel darajada tezlashtirdim. Shunchalik darajada tezlashtirganini ko'rdingiz. Demak, meni vaqtim juda ham ko'p ketganini tasavvur qila olasiz. Shu videoga qancha soat sarflaganimni faqat mening yaqinlarim biladi. Istasangiz men rasmini ko'rsatishim ham mumkin, albatta. Shu videoni oxirida necha soatli montaj bo'lganini ko'rsataman. Yana ozgina montaj qilib, screenshot qilib olganman. Va biz mana shu yerga yetib keldik. End portalga. Naqd 30 daqiqadan oshiq vaqtda keldik. Va biz kutubxonaga ham kirdik. Aytmoqchi. Mana yaxshi kirib qo'ya qolamiz. Axir kitobxonada kitoblar bizga nima uchun kerak? Hozir men end portalni sindirishga harakat qilgandim, lekin tushmadi. Qanchalik sehrli bo'lmasin, Minecraft qo'ygan qoidalarga qarshilik qila olmaydi. Undan oldin biz eng keraksiz narsalarimizni olovga tashlaymiz, ya'ni lavaga eng keraksiz narsalarni tashlaymiz. Endi biz tezda tashlab olamiz va Ender portalimizga sakraymiz. Uchaman deb sakraymiz va eng keraksiz Medkavetada paydo bo'lamiz, spam bo'lamiz. 3 2 1. Xo'sh, endi mana u burchakka sakrab turib Ender marvarid ura olmaymanmi? Hozir ko'rasizlar. Ana, ko'rdingizmi? Axir men proman, Minecraftda proman. Dream ham meni oldimda hech narsa emas. Ana qilishni tekshirib ko'rishni ayni vaqti keldi. 40 ming aktli qilishni kuchini bir ko'rmas ekanmiz. Endi buni x sekundda yoyamiz. 1 2 3 4 5 sekundda ajdarni o'ldirdim. Bitta Ender marvarid kerak endi bizga, chunki Ender marvaridimiz juda ham kam. Nima uchun loadingning 32 ming darajasi bo'lsa ham tushmayapti ularda? Hech hayron qolaman-da. Hech qaysi birida Ender marvarid tushmasa-ya, yaxshi bo'lsa tushdi. Endi ozgina opit yig'amiz. Ozginagina, ko'p emas. Ozginagina bizni opitimiz jami 50 ta bo'ldi. Mana tuxumni muzlab ketsak ham bo'laveradi. Menimcha vizorni kallalari ham tuxumni sindiradi. Axir ular ham chiroyli figuraga ega-ku. Xuddaki 20 yoshda o'tgan qizlarga o'xshab. Xo'sh, endi mana shu buni bu yoqqa olib, bu yoqqa qo'yamiz va blokni sindirsak, tushdi. Endi buni sindiramiz. Shukrki bular sekingina tushsa-ya, sharmanda. Olmaslik qilishlar bundan ming marta yaxshi edi. Bedrockni sindirib olaman. Bedrock sindi. Bedrock yig'lagani uchun qo'yib yubordim. Yo'qasam sindirib oladim baqa. Ana endi bizni Java'dagi Minecraftni tugashini kutamiz. Bedrock Edition deymizda, shut skipni bosamiz-da o'tkazib yuboramiz. Tushamiz va xayrlashganimizni aytamiz. Darajalar bor ekan-ku. 67 deb. Keyingi video endi 1000 kun hardcore bo'ladi. Like bosib obuna bo'linglar.